Assalomu alaykum. Mana aziz Shiravanda, mana obunachilarim. Bugun biz sizlar uchun darvozalar narxi videoda mahkam ko'rish uchun uyga kirib olib, kofe damlab olib, o'tirib olib kuzatinglar. Farg'ona viloyati Toshloq tumani. Bu degani Farg'ona viloyati Kaminat paxta bozorini o'tkazgandan keyin darvozalar optim joyga kelganmiz. Hozir dehqon akamiz o'zlari ishlab chiqarib, o'zlari o'rnatib berib, ular to'liq ma'lumotini videoda oxirigacha ko'rsam bo'ladi. Faqatgina qaynoq kofe olib kelib, to'liq ma'lumotini Sho'ro akamdan olamiz. Assalomu alaykum aka. Bormisiz aka, videoga olaman. Atgina bir gida bir 3 minut 4 minut vaqtingizni olaman aka. Qarang aka, hozir biz Farg'ona viloyati Kaminat turibmiz. Hozir mana shu ko'rib turgan darvozalaringizni o'zingiz ishlab chiqarasiz, to'g'rimi aka? Shunga aka, mana obunachilarga, mana kameradan ko'rasiz, mana obunachilarga chiroyli narxlarda qilib bering aka. Qarang aka, mana ko'rib turgan darvozamiz necha kvadrat aka? Kvadratni ham mayli, endi nima demoqchiman, necha kvadratgacha qilib berasiz aka endi? Kvadratning farqi yo'q, pulini bersa bo'ldi. Ha, pulini bersa bo'ldi. Akaga ishtirib qilsa bo'ldi aka. Qarang aka, buni listlari necha bo'ladi aka? 1.3 bo'ladi bularda. Отпечатка eng qalini 1.3 bo'ladi. 1.3 bo'ladi. Sharmankali bular. Ha, sharmankali bo'ladi. Tekkizi, narigisi. Bu tekkizi. Qarang aka, hozir bu rang haqiqatan neobычный rang aka. Buni nomini birata nom qo'ysa bo'ladimi bu rangga aka? Bedana qo'ydi. Ha, bedana. Haqiqatan bedana tuxumiga o'xshagan ketar ekan rangga aka. Bu endi soplari necha bo'ladi bunaqalari aka masalan? 3.2 bo'ladi. 3.2 bo'ladi, baquvvatligi baquvvat bo'ladi. To'g'rimi aka? Endi hozir buni kvadrati necha pul bo'ladi aka? Chiroyli narxda. Kvadratini aka sizning nomingizdan kelsa 550 mingdan qilib beramiz. Ya aka, bosh xotirmang, kelishib chiroyliroq ayting. Tushib berishadi aka. Odamning yuzi issiq aka. Ha, odamning yuzi issiq. Mana ham yuzim issiqda aka gaplari bo'yicha. Qarang aka, yana gap shunaqa olaman aka. Bunisi necha bo'ladi listi? Bu ham bir xil bo'ladimi listi? Bunisi yuqaroq aka. Ha? Cho'ntagiga qarab. 0.8 buni qalinligi. 0.8. Bunaqalarichi mana bu stoykalari aka. Bular 1.5 aka. 1.5. Buni narxi necha puldan chiqadi buni kvadrati? Kvadratini 400 mingdan qilib beramiz aka. 400 mingdan qilib berasiz. O'rnatib berish hamma yo'q ichida. Hozir o'shani o'rnatib berish, alohida mayda qulub kalit qo'yib berishi, hamma yo'q ichida. hali armatura o'rnatib berishlari. Armaturalar ichida hozir qo'yamiz, devor. Endi bu Farg'ona territoriyasi bo'yicha o'sha o'rnatib berish xizmati, to'g'rimi aka? Endi Andijon Namangan bormaysiz. Bizga dastlabki kelishilgan. Unda kelishilgan holatda butun O'zbekistonga borishingiz mumkin bo'lsa ham kelishilgan holatda qilib berasiz. Bunaqasi bo'lmagan. Qarang aka, men aka bitta darvozangizga nima qildim? Kelavering aka. Bu darvozangiz aka qo'l ishimi aka bu? Qo'l mehnatlilarda haqiqatan ishlovlari ham undan tashqari 12 ta bilan poq qilmaydi, tas qiladi, u qarang. Bu paqillayapti-da aka. Haqiqatan baquvvat ekan. Buni listi necha bo'ladi aka buni? 1.8 dan 2 gacha qilib beryapmiz aka. 1.8 dan 2 gacha qilib berasiz. Stoykalari qanaqa bo'ladi bular? Stoykalarni 2 bo'ladi aka. Stoykalar 2 bo'ladi, baquvvat bo'ladi. 8-2. Bulardan qulub kalitlarini o'rnatib berish hamma yo'q. Masalan 5 metr bag'i 7 metrsiga ham qilib beraverasiz. 10 metr bo'ldi bizda. 10 metrsiga ham qilib beraverasiz. Akamiz ko'ryapsizlar do'stlar, bunaqasi bo'lmagan. Buni narxi necha pul aka? Chiroyli narxda ayting kvadratini aka. Buni kvadrati eng arzon 900 mingdan boshlanadi aka. 900 mingdan necha pulgacha bo'ladi aka? 1 million 300 minggacha. 1 million 300 minggacha. Necha kvadrat bo'lsa qilib beraverasiz? Qilib beraveramiz. Umuman muammosi. Kvadrat kattaroq bo'lsa arzon ham qilib beraveramiz. Buni ham dastlabkasini qilib berasiz. Butun Farg'ona territoriyasi bo'yicha borib o'rnatib berasiz. Hamma yo'q. Qulub kalit, armatura hamma yo'qgacha borib o'rnatib berasiz. Bunaqasi bo'lmagan. Qarang aka, undan tashqari so'rta. So'rta deb adashib ketma, so'ri. Aka, bu so'rini ko'ryapsiz aka. So'ri ham haqiqatdan aka, nima demoqchiman? Baquvvatligi baquvvat ekan. Yetaveradi, ayniqsa uyda ayollarimiz taylarini shipirib, aqabaqa olib, bemalol burcha qilib. Endi hozir aka buni naqalari qanaqa bo'ladi? Baquvvatligi qanaqa bo'ladi aka? Baquvvatligi hammasi bir tevasa qanaqa profilda bo'lgan. Bir tevasa qanaqa profilda bo'lgan? Tay taxta, ularni temir hammasi. Mana do'stlar, tay taxta bo'ladi deyaptilar. Baquvvatligi baquvvat. Aka, bu oyoqlari ham baquvvat sifarga bo'lgan, bu g'ildiraklari ham aka. Stoykalari ham baquvvatidan aka, 8 ga 8 aka. Stoykalari ham 8 ga 8 deyapti. Aka, hozir endi shunda qarang, bu so'ri yoqmaydigan bo'lsa, masalan qanaqa demoqchiman? Shapkali qilish kerak aka. Bisetkalar. Qilib beraverasizmi? Beramiz. Hunarimiz shu uchun. Ular hali yopishadigan sifarkali ish bo'lsa qilib beraverasiz. Umuman anaqasi, hali xanchalardan qilib beraverasiz. Taxtish bo'lmasa bo'ldi. Xanchalardan qilib beraverasiz. Umuman muammosi yo'q. Butun Farg'ona bo'yicha shuni o'rnatib berasiz. Hozir bu so'riza narxi necha pul shunda aka? Buni 4 million 200 ming deyapmiz. Ha? Odamning ko'zi issiqda, yuzi issiqda aka. Tushib berasiz. Bor endi. Ishqilib aka erta kelgandan keyin hali bunaqa bo'lib qolmaydimi? Ishqilib ola odamlar kelgandan keyin hamma yo'qga xudo xolasa. Lavaz, ha? Do'stlar, akamizni ko'rdim, akamizni tanib olinglar. Yuzi issiqda kelib turib, akani shuni qo'lini ushlaganlaridan keyin aka odamni yuzi issiq deb turib, bor baraka qilib shuni o'tkazib yuborasiz do'stlar. Qayda bir joyda manzara keladigan bo'lsa, Farg'ona viloyati Kaminat. Kaminat xatda diyor uchun Kaminatning o'rtasida. Kaminat o'rtasi qanaqa? O'na taxta bozori, taxta bozoridan keyin meta. Bag'i Marg'ilonga tushib ketish, bag'i Tashlaqa tushib ketish. Endi bu joy qayerda degan uchun Farg'onada
Bu o'zimiz kirgilik mostdan tushgandan o'sha Taxtabozor o'tgandan keyin kombinat bag'i ma'lumot ketasiz mana. Mana shu yerda ko'rib turgan narsalar. Xudo xolasa Sho'rva akam gaplarni eshitib Sho'rva akamda aka. Adashib ham ketaman, to'g'ri. Akamiz gaplarni eshitdilar. Xudo xolasa inshaalloh sizlarga chiroyli narxlarda qilib berishadi. Aka, atигinacha vaqtingiz oldi, rozi bo'lasiz aka. Sog' bo'ling, pastdagi nomerlar. Telefon nomeringizni bitta aytib o'tib ketavering aka. 91lik Ha? 655 26 26. Oy 26 akani nomeri ham bir 100 so'm dedi-yu. Sog' bo'ling, videoga bitta like bosib qo'yinglar. Like bossalar, xudo xolasa bundan zo'r kontentlar olib chiqamiz. Sog' bo'ling, mana shu videoda xuddi shunaqa Dorozorda yurgan do'stlarga bor. Undan tashqari aka, o'lchab ketishlari ham bor ichida. Hamma o'chida. Masalan, aka bir atas chaqirdi, borib o'lchab beraverasizmi, to'g'rimi? Masalan, ishi bitmay qolsa ham o'lchab. Bo'ldi. Aka, nasib bo'lsa qilib beramiz. do'stlar, eshitdilar akamiz gaplarni, sog' bo'ling, bizdan uzalashmaydi. Aka, o'zbek tortdi. Sog' bo'ling aka. Gaplashamiz. Sog' bo'ling.